Yaqinda chaqaloqlik bo'ldingiz. Ayolda sut yo'q. Bola esa och qolyapti, siz esa halovatga qolgan. Aynan bu video roligim sizlar uchun. Assalomu alaykum birodarlar. Oilangizda qizingiz, keliningiz yoki ayolingiz chaqaloqlik bo'ldi. Ayolning xohish istagiga qarab ko'ngli tusagan barcha mahsulotni olib kelib yediryapsiz, lekin sut ajralmayapti, majbur bo'ldingizki farzandingizga yoki nabirangizga qo'shimcha taomlar berishga, ya'ni kasha berishga. Lekin kashada ona suti kabi mineral va vitaminlar bo'lmaydi. Lekin ayolda quyidagi sabablarga ko'ra, ya'ni ruhan zo'riqish yoki sut bezlari ishlamasligi yoki hazm sistemasi hamda gormonal buzilishlar hisobidan sut ajralmayapti. Ana o'shanga birodarlar, men sizlarga momolarimiz tomonidan asrlar davomida sinovdan o'tib kelgan mahsulotni tavsiya beraman. Xudo xolasa, avvalo Alloh, lekin %100 ta'sir qiladigan mahsulot. Qarang, asal sotuvchilarning oldida shundoqqina borasiz, asal arini deysiz, gul changini bermanga deysiz. Buni asalari farzandlariga qishga oziqlantirish uchun yig'adi. Biz insonlar o'zimiz iste'mol qilamiz. Ana shu narsadan topib olib kelasiz 100-200 gram, yarim choy qoshiqni kafe loshkadan 2 mahal shu emizikli ayolga yedirasiz. Qarabsiz, xudo xolasa, emiziklik ona ham, farzand ham ruhan, ham jismonan sog'lom insonlarga aylanadi. Kelajakda farzandingiz elga, xalqqa har tomonlama foydasi tegadigan, baquvvat, kuchli, salga kasal bo'lmaydigan, pukka bo'lmaydigan darajada ulg'ayadi xudo xolasa. Ayol ham har tomonlama kasalliklardan qutulib oladi. Mana shu mahsulot kimga tavsiya bergan bo'lsam, xudo xolasa 100 taga 90-95 ta insonga foydasi bergan, foyda bermagan 4 ta 5 tasi esa boshqa sabablarga ta'sir ko'rsatmagan. Xullas bu narsani toping va emizikli ayolga yediring do'stlar. Agarda video rolingiz ozginacha bo'lgan bo'lsa ham, yuragingizni jazlatgan bo'lsa, like ni bosib report qiling va obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Asosiysi shu. Sog' va salomat bo'ling barchangiz.